Xullas do'stlar, bu video Koreyaga kelmoqchi bo'lgan va Koreyadagilarga ataladi. Zero bu video hammaga foydali bo'ladi degan umiddaman. Biz ko'ryapmizki, Koreya yangiliklari kanalidan qanaqangi voqealar bo'layotganini, qanaqangi noxush holatlar bo'layotganini, to'satdan olamdan o'tib qolish vaziyatlari bo'layotganini, o'sha olamdan o'tib qolib, o'zini yotog'ida 2-3 kunlab qolib ketayotganlik holatlarini ko'ryapmiz. Va eng noxush holatlardan bittasi bu o'sha odamga jin tegishi holatlari ham uchrab turyapti Koreyada. Xo'p do'stlar, Koreyaga kelganlaringdan keyin aytmoqchi bo'lganim, birinchi bo'lib o'sha Alloh subhanahu va taolo, biz hammamiz musulmonmiz, alhamdulillah. Namoz o'qishni boshlasangiz o'zingizga yaxshi bo'ladi. Bu yerda endi har xil odamlar bor, har xil o'sha dinga e'tiqod qilayotgan odamlar bor. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zi asrasin va shuning uchun ham namoz o'qib iymonlaringizni kuchaytirsanglar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Va ikkinchi va eng katta masala bu: siz ishlab o'zingizni sog'ligingizga e'tibor bermasligingiz bo'ladi. Koreyaga kelganlar biladi, Koreyadagilar biladi buni. Uy ish qilib odamzod o'zining sog'ligini yo'qotib qo'yadi va shu holatda qo'llaringdan kelgancha bo'sh vaqtlaringda sport bilan shug'ullanishni va to'g'ri ovqatlanishni sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Chunki ko'ryapmizki, до такого степени, ya'ni shunaqangi darajadaki o'sha sog'likni oxirgi bir kuchini yo'qotguncha odamlar ishlayapti-da, birdaniga kasal bo'lib qolyapti, birdaniga olamdan o'tib qolyapti. Alloh o'zi rahmatiga olsin, albatta olamdan o'tganlarni. Shuning uchun qo'llaringdan kelgancha o'zlaringning sog'liklaringga e'tibor beringlar. Koreyaga kelmoqchi bo'lganlar ham mana shu narsani bilib olinglar. Bu yerga kelyapsizlarmi, o'zlaringning sog'liklaringga e'tibor berayotgan bo'lib, to'g'ri, pul ishlashga kelyapsizlar, rizq terishga kelyapsizlar, lekin sog'liklaringga ham e'tibor berishlaring kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Sizlarning sog'liklaring sizlardan boshqa hech kimni xuddi sizlarchalik qiziqtirmaydi. Shuni bilib qo'yinglar. Masalan, biroyoqlaring og'risa ham birinchi bo'lib sizlar sezasizlar. Shuning uchun sog'likni qo'llaringga kelgancha asrab, rizqlaringni terasizlar degan umiddaman va bu video hammaga birdek foydali bo'ldi degan umiddaman. Koreyaga kelmoqchi bo'lgan va Koreyadagi do'stlarga albatta yuborib qo'ying.